Bismillah. Mana do'stlar, propan gaz baloni tayyor bo'lib qoldi desak ham bo'ladi. Aynan Onyx avtomobil primer pozitsiyasiga, turbinaga ishlatilgan zapchastlar haqida ma'lumot bersangiz. 40 talik bunga qo'yildi. Xo'p. Belarusdaniki. Belarusda ishlab chiqarilgan. Sirdaryo Gulistonga kelganmiz. 12 ta viloyatdan shofyor akalarimiz tashrif buyurishadi. Qanaqa narsada ishlatilgan? Xo'p, bunga sportivniy italyanskiy real original. Originali bu. Xo'p. Birga bir kopiyasi ham bor buni. Lekin bu original. Bu original lekin. 100%. Miyamiz 32 ga 4 Avanti deb ataladi. Polshada ishlab chiqarilgan, chek chiqarmasligi uchun. Ularga chek chiqaradigan xarakteri bor. Ha, chek turbinalarga. Gentra Cobalt Nexus 3 larga esa oddiy Basico 24 ga 4, shu Yevropa gazdan ham qo'ysak bo'ladi, chek chiqarmaydi ular. Xo'p. Aynan Onyx Tracker, ya'ni o'sha boshqa inomarka mashinalarda chek chiqarib qoladi. Reduktorchi aka. Reduktor Turetskiy original bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Buni Xitoy varianti ham bor, lekin bu original Turetskiy. Xo'p. Shunda bu mashinaga necha pul ketyapti mana shu zapchastlarga? 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. 3,5 million. Bir xil joylarda 2,5 millionga ham bor ekan, 2 millionga ham bor ekan. 1,8 million so'mga ham. Sizlarga ham 1 million 800 ga propan. Ha, bor. Xitoy zapchasi originalda tiqib yuborish bo'lmaydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Dogovor qilingan narsa qo'yiladi. Besprobek Tracker ham hozirgina keldi. Bunga ham xuddi shu komplektda propan uстановка qilinyapti. O'zingizlarda metan gaz bo'lsa, barter xizmati ham bor. Pastda nomerlar qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqishinglar mumkin. Ibrohim aka xizmatlar bilan charchamang.